Bu poyezd yo'qolganidan 45 yil o'tib, yana paydo bo'lib qoldi. Samolyotlarning yo'qolib qolishi ancha keng tarqalgan hodisa, ammo poyezdlar har doim ham yo'qolavermaydi. Tarixdagi eng sirli tarzda g'oyib bo'lishlardan biri poyezd bilan bog'liq va bu hikoya sizni qiziqtirishi tabiiy. Sizlar bilan Ekspert Media kanali va bu sonda men sizga g'oyib bo'lganidan 45 yil o'tib paydo bo'lib qolgan poyezd haqida. 1911-yilning 4-iyul kuni Italiyaning Sonnetti sayyohlik kompaniyasi tomonidan Rimning markaziy temir yo'l stansiyasidan lokomotiv va 3 ta yo'lovchi vagonidan iborat poyezd yo'lga chiqarildi. Vagonlarda sayohatdan bahramand bo'lishni, go'zal manzaralarni tomosha qilishni va shunchaki o'sha payt uchun qulay bo'lgan sharoitda sayr qilishni rejalashtirgan 106 nafar badavlat mahalliy sayyoh bor edi. Poyezd belgilangan jadval bo'yicha mamlakat shimolidagi tog' temir yo'l tunneliga yaqinlashguncha barchasi joyida edi. Keyin tushunarsiz hodisa yuz berdi. Poyezd 1 kilometr uzunlikdagi narigi tomoni ko'rinib turadigan tekis tunnelga kirdi, lekin qarama-qarshi tomondan qaytib chiqmadi. Bamisoli tunnel ichida erib ketgandek. Bu tamburdan sakrab tushib qolishga muvaffaq bo'lgan 2 yo'lovchi tufayli ma'lum bo'ldi. Ularning so'zlariga ko'ra, poyezd tunnelga yaqinlashgach, tashqaridan derazalar orqali qalin tuman yopirilib kirdi va tobora qalinlasha borib, tez orada yopishqoq suyuqlikka aylandi. Keyin tunnelda shovqin eshitila boshladi. Vagonlarda sarosima boshlandi. Tamburlardagi 2 yo'lovchi vahima og'ushida sakrab tushishga ulgurdi va tunneldan chiqish joyiga qarab yugurdilar. Ular poyezdning harakatda davom etayotganini va tez orada uni o'rab olgan tuman bilan birga ko'zdan g'oyib bo'lganini ko'rib qoldilar. Shundan so'ng tirik qolgan yo'lovchilar uzoq vaqt davomida uyqu buzilishi va qo'rqinchli tushlardan azob chekishdi. Hodisadan keyin tunnel sinchiklab ko'zdan kechirildi va tekshirildi. Biroq poyezddan hech qanday nom-nishon topilmadi. Keyinchalik Italiya va Yevropa temir yo'l kompaniyalari o'z poyezdlarini bu tunnel orqali o'tkazishdan butunlay voz kechdilar. Rasmiylar uni devor bilan o'rab qo'yishdi va shu holatda u 1940-yilgacha bomba qisman vayron qilmaguncha turdi. Vaqt o'tishi bilan poyezd fojiasi unutildi. Biroq oxir-oqibat tunnel yana o'zi haqida eslatib qo'ydi. 1950